Assalomu alaykum. Videoni oxirigacha ko'ring. Oxirigacha ko'rsangiz bonusga gilomlar yutib olishingiz mumkin. Biz hozir kombinat bozorida, Marg'ilonda kombinat bozorida mana 2 pita ko'rsatib yuboring. 2 pitayni ro'parasida gilamlar olami Optum magaziniga kelganmiz. Ichkarini ko'rsatamiz. Gilomni qanday tanlash, gilomni sifatini qanday aniqlash, keyin dizayn haqida ma'lumot beraman. Kiravering. Ichkariga kiramiz. Bu joyda daroshkalarimiz ham bor mana. Daroshkalar 80likdan 2 metrligacha daroshkalarimiz bor, kavralinlarimiz bor. 5 metrlik gachor kavralinlarimiz bor. Ichkariga kirganlaringda ob-havosi yozgi kunida salqin. Ko'rasizlar, gilomlarda assortimenti juda ham ko'p. Gilomlarimiz sammesniy, Turkiya bilan sammesniy Samarqandda ishlab chiqariladi. Materiallari ishlatilgan matolari mana. Gilomni tanlashda birinchi usulini o'rgataman sizlarga. Keyin olib kelingda kamerani. Mana. Gilomni ko'rganlaringda orqa tomonida to'quv zichligi bor. Olishliklaringdan oldin orqasini ko'rib, to'quv zichligini ko'rib olasizlar. Mana bu nuqtachalar qanchalik bir-biriga yaqin bo'lsa, bu mana tomondagi tolani orqa tomondagi ko'rinishi hisoblanadi. Shu qanchalik yaqin bo'lsa, gilomning sifati shunchalik zo'r hisoblanadi. Endi gilomni 3 xil varianti bo'ladi. Arzon, o'rta, qimmat. Arzon variantlari kompyuter gilom deyiladi. Ushlaganingizda mana yaqinroq olib kelingda, qo'limda agar kamerada ko'rinsa, iPhone ko'rsatib beralyaptimi? Mana. Ushlaganingizda vorsidan bilib olsangiz bo'ladi. Bu chochma tola deyiladi. Mana bu yakka tola deyiladi. Ne ko'rganlaringda mana yakka turib tolasi. Bu o'rta sifatdagi gilom hisoblanadi. Mana unisi arzon varianti. Buni narxi arzonroq yuradi. Shu tomonlardan bilib olsanglar ham bo'ladi. Keyin yana bitta varianti gilomni orqa tomoniga koja qo'yadi. Koja qo'yilgan gilomimiz bormi bitta hozir? Qaysi? Mana sekkasini ko'rsatib o'raylik, uzmay qo'yavering kamera. Mana. Olib keling. Mana. Qimmat gilomligini bildirib turadi. Yek deb yozilgan, ko'rinayotgan bo'lsa, yasham erka bilan karpet, Turkiya bilan sammesniy Samarqandda ishlab chiqariladi. Bu joydagi gilomlarni arzonligiga o'zim kafolat beraman. Sababi bu do'konning egalari, mana bu tomonga yuraylik, bu do'konning egalari 30 yil, 40 yildan beri shu gilom sohasini ichida, gilom sohasining eski vakillaridan biri. Metrajli gilomlarimiz eni 3 metrligi atiga 163 ming so'mdan boshlanadi. Narxda arzonligini ko'ryapsizmi? Bu degani 10 metr gilom oladigan bo'lsangiz 1 million 630 ming so'm bo'ladi. 163 ming so'mdan hisoblaganingizda. Mana bu tomonda gilomlar ko'rsatib yuboring. Gilomlarimiz hammasi sifatli, 10 yil, 15 yilda ham Xudo xohlasa tarkini buzmaydi. Yuvganingizda ham mana tolalari to'kilib, ya'ni kal bo'lib qolmaydi. Odam soch to'kiladi, shunga o'xshab gilomlar ham to'kiladi. Dizaynlarga keladigan bo'lsak, dizaynlarini har xil fasondagilari bor. Bular yangi chiqadi-yu, zavodda gilom yangi to'qib chiqarilganda shunday borishadi, eng yangi mahsulotlarni, yangi dizayndagi gilomlarni o'sha kuni borib olib kelishadi. Sababi o'zlari birinchi qo'l diler hisoblanadi. Birinchi qo'l sizlar, birinchi qo'l. Keyin filiallari bor, Marg'ilonda, kombinat ichida, bozorning ichida, Marg'ilonda, Nadirmatda bor, Tuyagim yo'lida, 10 yo'lida. Diler gilam baza. Endi pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib, gilom olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib, kommentariyada hech yo'q bitta olovchi qoldirib qo'ysangiz, manfaatli bo'lib qoladi. Biz YouTube kanalimizda shunaqangi ma'lumotlar berib boriladi. Masalan, savdo sohasida, biznes sohasida, chorva yoki avtomobil yoki ishlab chiqarish sohasidagi ma'lumotlar berib boriladi. YouTube kanalini ochganimga 8 yil bo'ldi. Shundan beri faoliyat davom ettirardim. Orada ma'lum sabablarga ko'ra Instagramga o'tib ketdim. Endi YouTube'da qaytadan faoliyat boshladim. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa manfaatli kontentlar chiqaramiz. Gilomlarimiz 3 ga 4 gilomimiz eng arzoni nech puldan boshlanishini bitta aytib yuboring. 650 mingdan boshlanadi. 3 ga 4 gilomimiz u ham bitta uyga tushadi. Narxi 650 ming so'mdan boshlanar ekan. Arzonligini qarang. Haqiqatda arzon. O'zlaring kelib ko'rsalaring guvoh bo'lasizlar. Magazinimiz lokatsiyasini aytib o'tdik. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsalaring, xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar. Bonusimizga keladigan bo'lsak, mana shu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada omad so'zini qoldirasiz. Chunki bu joyga ko'rmagan bo'lganingizda omad so'zini, kalit so'zini bilmagan bo'lardingiz. Omad so'zini qoldirasiz. Avtomobilingizga mana bunaqa go'zal, chiroyli ko'richani besplatni berishadi. Kelasiz, kommentariyangizni ko'rsatasiz. Mana shu odam manman, omadni yozganman deysiz, videoni oxirigacha ko'rganman deysiz va bizni mana shu YouTube kanalimizga obuna bosgan bo'lishingiz kerak. Rahmat, salomat bo'ling.